Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 30-iyun holatidagi. Tayson aytadi, 30-iyun holatidagi g'ishtlarimiz mana yuklanyapti. Xudo xolasa sifatlarini ko'rib turibsizlar. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. G'ishtlarimiz mana yaqindagi holatlarni ko'rib turibsizlar. 30-iyun holati. Sifatlari, xudo xolasa yaxshi. Xudo xolasa saniqlari ham deyarli bo'lmaydi. Ichiga umuman saniq aralashtirib yuklanmaydi. Sanig'i mabodo chiqib qolsa tepaga. Umuman sanoqdan tashqari tepaga tashlab qo'yishadi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. 10 mingtalik, 5 mingtalik, 3 mingtalik mashinalar bor. Bu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Bu tomonda xom g'ishtlarimiz ham bor. Xom g'ishtlarimizni joyida 420 so'm, Oltiariq, Rishton, Bog'dor o'zimiz yaqin territoriyaga yetkazib berish xizmatlari bor. Yo'l kirasi alohida 420 so'm. G'ishtlarimizning narxi 820 so'm. Bu vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Sho'ri bormi, sho'ri yo'qmi deganlarga bundan oldingi bitta bastagi videoda sho'ri chiqdimi yo'qmi degan savol-javoblarga video olganmiz. Bemalol borib ko'rishlaringiz mumkin. G'ishtlarimizning holati mana shu holatda boradi. Xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. G'ishtlarimizni naqd pul, перечисление, masalan, kartadan tashlab berishlari mumkin. Hamma to'lovlari bor. G'ishtlarimizni sinish ehtimoli ham xudo xolasa 1% ham chiqmaydi. G'ishtlarimizni ichkaridagi holatlarini ham ko'rsatamiz. 10 mingta g'isht bo'lsa, 10 mingta mashina har xil g'isht bo'ladi. Oz-moz tushgani bo'lishi mumkin. Sho'r chiqish ehtimoli xudo xolasa 5% ham chiqqan yo'q. Olib borgan joylarimizni ko'rsatyapmiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. 5 mingtalik, 3 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarda. 10 mingtalik mashinalarimiz uzoqroqqa boradi, 5 mingtalik mashinalarimiz imkon boricha yaqinroqqa bo'lsa yaxshi. Voy mana hozir yuklanyapti gençlar. Sifatlarni ko'rib turibsizlar, qizili ham endi bo'ladi, oz-moz. Mana g'ishtlarimiz ichkaridagi holatlar. Endi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Yaqinlar. Mana ovozini eshitib turibsizlar g'ishtlar. Ishkanligi ham a'lo darajada. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.